Hujjatlaringizni taqdim qilib yuboring marhamat. Mana hujjat aka. Nasriyani buzmanglar. Chokka ketyapman. O'zi bilasizmi? Men bitta red qilib turishinglardan maqsad soqqada. Nima deganingiz u? Sizdan hujjat so'rayapti. Yuqori tezda harakatlanib kelyapsiz. Narusheniya qilgan bo'lsam, radardan keladi, kameradan kelishtiradi. Siz вообще yozmaysiz. O'zi вообще-то gaylarga hech qolmagan, tushundingizmi? Bir kun tezligingiz birovning hayotiga zomin bo'ladi. Buni o'zim bilaman. Maqsad nima? Hujjatlaringizni taqdim qilib yuboring, buyruqqa bo'ysuning. Mana hujjat. Ketdim, karob, sog' bo'ling. Ey! Aka, yordam bering jon aka. Men bitta tug'ilmagan norasida go'daydi. O'g'liga qolib ketib, bir umr vijdon azobida qiynalishni xohlamayman, iltimos. Men sizga yordam beraman. Aka, Siz meni ishsizim. aka nimadir qilaylik. Tezligi juda baland.